Bugungi videomizda Tom o'yinining tarixini bilib olamiz, ya'ni oddiy tarix emas. Qiziqarli o'sha savollarimiz bor. O'sha savollarga birgalikda javob topamiz va Tom o'yinini birgalikda yodga olamiz. Qani unda boshladik. Keling, videoda qanday savollarga javob berishim haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi savolimiz: nega odamlar Tomdan qo'rqib qolgan? Ikkinchisi esa Tom o'yinini kim ishlab chiqargan? Uchinchisi esa nega o'yin unutildi? Ya'ni Tom o'yini nega unutildi? Keling, shularga birgalikda javob topamiz. Qani unda boshladik. Va biz 4 mingta bo'lishimizga 2 ta obunachi qoldi va bitta va iltimos obuna bosing. Bizni obuna bosmasdan ko'rayotganlar soni mana shuncha. Bunday kontentlar juda ham O'zbekistonda kamyob va o'yinlar tarixi bo'yicha. Shuning uchun bizni yo'qotib qo'ymang. Birinchi savol. Tom o'yinini biz sevib o'ynaganmiz. Lekin shu paytgacha Tom o'yinini qaysi kompaniya ishlab chiqarganini va kim tomonidan yaratganini hali menimcha 90% yoki 98% o'ynagan kishilar bilmasa kerak. Va bugun mana shu savolimizga javob topamiz. Tom o'yinini mana bu chiqib turgan kompaniya, ya'ni ekrangizda chiqib turgan kompaniya yaratgan. Bu kompaniya 2017-yilda tashkil topgan. Bu kompaniya nafaqat Tom va balki mana shu ekrangizda chiqayotgan barcha o'yinlarni yaratgan. Bu o'yinlar ham juda ham mashhur. Va bu o'yinlar ham hozirgi kunda menimcha unutilib ketdi yoki unutilib ketmadi. Izohlarda yozib qoldiring, biz esa keyingi savolga o'tdik. Ikkinchi savol. Yaxshilab joylashib oling. Mana endi qiziqarli savollarga o'tyapmiz. Ya'ni nega odamlar Tom o'yinidan qo'rqib qolgan degan savolga mana javob topamiz. Tom o'yini ishlab chiqarilgandan so'ng 4-5 yil o'tib qo'rqib qolgan. Sababi internetda Tom ko'zida odamning aksi ko'rinadi yoki Tom sizni kuzatadi degan gaplar juda ham mashhur, nima desa bo'ladi, hype bo'lib, mish-mish bo'lib ketgan. Yana bir narsa bor, Tom bolalar haqida ma'lumotlar to'playdi degan mish-mishlar tarqalib ketgandi. Ba'zi foydalanuvchilar esa Tomni ko'zida kamera o'rnashgan. Ba'zi foydalanuvchilar Tomning ko'zida kameraga o'xshash narsa ko'rganman deb aytishgan ham. Bu narsa qanchalik mantiqqa to'g'ri keladi bilmadim. Lekin Tom orqasida josuslar bor degan afsonaga nima sabab bo'lganini to'g'risi buni ham tushunmadim. Lekin o'sha payt men ham esda olaman, bu mish-mish juda ham ko'tarilib ketgandi. Shu tufayli Tom o'yini unutilib ketishiga ham sabab bo'lgan deya olamiz. Aslida esa bu faqat o'yin grafikasidagi aks bo'lib, hech qanday real kamera yoki josuslik bo'lmagan. Bu qayerdan mish-mish kelib chiqdi bilmadim-ku, lekin mana shu yillarda Tom o'yini rasa hype bo'lgandi. Keyingi savolga o'tamiz. Uchinchi savol. Hammamiz sevib o'ynagan Tom o'yini unutildi deya olamiz. Ya'ni bunga sababdan ko'p nusxalar chiqdi. Ya'ni Angela va ko'plab boshqa turdagi Tom o'yinlari, yugurayotgan Tom, shunga o'xshagan Tom o'yinlar juda ham ko'p chiqib ketdi. Va yana biri yangi o'yinlar paydo bo'ldi. Zamon o'zgargan sari grafika va mexanik jihatdan kuchliroq o'yinlar talab oshdi o'yinlarga. Va shu orqali Tom o'yini unutilib ketishiga yana bu ham sabab bo'ldi. Internetdagi mish-mishlar, josuslik, ko'zdagi odam aksi va hokazo. Mana shular ham kattagina sabab bo'ldi deb bemalol ayta olaman. Va oxirgisi odamlar shunchaki yangi narsalarga o'tdi. Shuning uchun ham Tom asta-sekin bilan nostalgiya ramziga aylandi. Balki ba'zi o'yinlar hali unutilmagandir, lekin unutilganlar qatoriga menimcha Tom ham kirib bo'ldi. Aynan hozir ayta olamanki, 2025-yilda Tom o'yinini o'ynayotganlar foizi juda ham kamyob bo'lsa kerak. To'g'risi bu haqida ma'lumotni aniqini topa olmadim. Shuning uchun kommentariyada yozib qoldiring. Qaysi o'yin hozir nostalgiyaga aylanib qoldi? Tom o'yini ham hozir ham o'ynalyaptimi yoki yo'qmi? Kommentariyada kutib qolaman. Sizlar bilan o'yinlar tarixi bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha barchangizga kattakon rahmat.